Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nigora opaning telefon raqamlarimi? Ha. Tabassum ulashib loyihasidan sizni bezovta qilyapmiz opajon. Bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Haqiqiy ayollik, onalik, farzandlik baxti sizga nasib aylasin. Rahmat. Bugungi tavallud ayyomingiz bilan muborakbod etib, tabassum ulashib loyihamizga yaqinlaringiz o'z dilnomalarini yo'llaganlar. O'z kimdan deb o'ylaysiz bu tabrikni? Shu oila a'zolarim, ota-onam, ukalarim, kelinlarim, shu yaqinlarim nomidan. To'g'ri topdingiz opajon. Bu tabrik ayajoningiz, dadajoningiz, ukalaringiz Faxriddin, Azamat, kelinlaringiz Noilaxon, Sitoraxon hamda farzandlaringiz o'g'lingiz Ulug'bekjon, qizingiz Dilnoraxon, Dilnoza, Hadicha hamda turmush o'rtog'ingiz Umidjon tomonidan, jaddi jiyanlaringiz Amirjon, Oyisha, Ali tomonidan qabul qilib olasiz. Rahmat. Kattakon rahmat. Tabrikni o'qib eshittirishimga tayyormisiz opajon? Qizim, jonim qizim. Bugun men uchun o'zgacha bir kun. Bundan 38 yil oldin seni qo'limga olganman. Hayotimga quyosh misoli kirib kelgansan. O'shandan beri menga onalik baxtini berasan. Qanchadan qancha bahorlar, yozlar, kuzlar, sog'inchlar va quvonchlar sen bilan birga o'tdi. Bugun sen nafaqat mehribon farzand, balki sabrli ona, oqila ayol, yaxshi inson sifatida qalbimni quvonchga to'ldirasan. Ulg'ayganing, bu hayot yo'llarida odimlayotganing sari sendagi donolik, mehribonlik, muloyimlik ortib boryapti. Bugun sen 38 yoshdasan. Mening shuncha yillik orzuyim, mehrim va g'ururimsan. Senga qarasam faxrlanib ketaman. Sen doim sabr bilan ish tutadigan, hayotda o'z nigohi bilan boqadigan, oilasi uchun har nega tayyor ayol bo'libsan. Rahmat mening qizim. Yuzimni yorug' qilib yashaganing, bergan tarbiyamni oqlaganing, hayotimning mazmuni, yuragimning bir parchasi bo'lganing, menga nabiralar hadya qilganing uchun, borliging uchun rahmat. Seni juda ham yaxshi ko'raman, ona qizim. Chin qalbimdan faxrlanaman sen bilan. Esingda bo'lsinki, sen mening duolarimda doim bo'lgansan va bor bo'lasan. Sening har bir xursandchiliging meni quvontiradi. Har bir g'aming yo'q. Kel bugun g'am haqida gapirmay. Shuncha yillar davomida ko'rgan qiyinchiliklaringni o'zing bilasan. Qalbingdan o'tganlarni o'zing his qilasan. Bugun faqat yaxshiliklar haqida gapiray. Yaratganning bergan ne'matlaridan biri bandasiga yaxshi farzand berishi ekan. Men esa eng katta baxtga ega onaman. Chunki mening qizim aynan sensan. Mehrligim, turmushing fayzli, yuraging shod, ko'zing nurli, umr yo'ling esa yorug' bo'lsin. Ko'zimda porlagan yulduzimsan sen, umrimga ma'no, ruhimsan qizim. 30dan o'tib 40ga yetay deb hayot yo'llarimda do'stimsan qizim. Endi sen o'zing ham bir ona bo'lding. Mehringdan ulg'ayar farzanding qizim. Men senga o'rgatgan sabr va iymon dunyoda eng muhim darsingdir qizim. Ulg'ayding, yoshingga yoshlar qo'shildi. Ko'nglingdacha o'sha bolaliging bor. Yillar o'tar, ammo onang qalbida sen doim bo'lasan, doim beg'ubor. Onajoningiz sizga bo'lgan mehrlari cheksizligini qayta va qayta aytdilar. Doim shuni yoningizda yursinlar, duogo'yingiz, oilangizning boshi bo'lib yursinlar, do'stingiz bo'lib yursinlar. Asosiysi Shunday bo'lsin, borlariga shukr. tabrik sizga ma'qul bo'ldimi? Ayajoningiz nomlaridan sizni xursand qila oldikmi? Rahmat. Katta rahmat sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Ayajoningizga oila a'zolaringga aytadigan gaplaringiz, so'zlaringiz, qalb kechinmalaringiz bo'lsa, tabrik yozib olmayapti, ular ham eshitishadi.
Rahmat ayajonimga, dadajonimga, ukalarimga, kelinlarimga, borlariga shukur. Kattakon rahmat e'tibor uchun. Sog' salomat bo'lsinlar, iloyim mani baxtimga, boshimga sog' bo'lsinlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Kattakon rahmat. Rahmat opajon, bugungi tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Ushbu 4 misrani loyihamiz nomidan qabul qila olasizmi? Mayli. Ayolga baxt bering, saodat bering. Demang, yuribdi-ku kulib jilmayib, ayol kulib turib o'lishi mumkin, dunyoni olishi mumkin jilmayib. Doim shunday atrofingizdagilar mehrida, qadrida, qalb kesilmalarida bo'lishingizni istaymiz. Sizday farzandlariga mehribon onalar juda ham ko'paysin. O'zbekning har bir onasi xuddi sizning onangizga o'xshaydi. Doim yoningizda bo'lsinlar otangiz, onangiz. Salomat bo'ling Nigora opajon. Yaxshiliklar, yaxshi kunlar, yaxshi insonlar doim atrofingizda bo'lsin.